Shuncha yo'l bosib, Urganch degan joydan bosib, Alloh taolo bosib kelgan qadamlaringizga ajr, mukofot, xayr, baraka bersin. Shu ishlarni qilyapsiz. Alloh taolo sizni qiyomat kunida o'zini suyukli bandalarini qatorida qo'ysin. Alloh taolo zurriyatlaringizga baraka bersin, ilohim. Shu ihson qilayotgan birodarlardan Alloh rozi bo'lsin. Xayr, baraka, nerda bo'lsa ham o'zi Allohning hifzi himoyasida bo'lsin. Bir yardım etinglar yurtdoshlar, xudo xolasa biz ham bir yurib ketsak, xudo xolasa Karim boy akamizni chaqirib bir yana yurib ketdik mana deb. Xudo xolasa to'ylaringizni Xudo xolasa to'ylarga chaqirib inshaalloh nasib bo'lsa. Bir e'tibora olib, shuni 4 kunni o'zini blogerlari bo'lsa, Xorazmdan yo'l tutsa blogerlar iltimos qilar edik, yordam berishlaringizni. Biz hozir 4 kun nera ber? Atayurt degan ofi mahallasi Atayurt degan. 4 kun tuman Atayurt mahallasi. Atayurt mahallasi. Qancha uy ber? O Latin ko'chasi 2-uy. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, sog'omamizlar. Bugun yaxshilik qiling degan proyektimizni 31-sonini olamiz. 4 shahrindamiz. Bu yerda 15 yildan yana Do'shakda yotgan 91-yil bola bor ekan. Asli kelib chiqishi Turkmanistonlik ekan. Bu yerda shu ota-bobolari 4 kunlarga joylashganlar ekan. Nur yog'di ekan odi, turkmancha od. O'zlaringiz ham ko'rasizlar, xudo xolasa bir like bosib qo'yinglar. O'zlari dim qiynalgan, kam ta'minlangan oila ekanlar. 15 yildan mana shu pastelda yotibdilar ekan. Mayda 15 yil bo'ladi ekan yotganlarni. Videomizni keng tarqalish uchun bir like bosib beringlar. Xudo xolasa bir ihsonning mukofoti ihson bo'ladi. Bizani berganimiz o'zimizniki bo'ladi. Kisamizdagi o'zimizniki emas. Befarq bo'lmanglar, iltimos qilar edik. Shu videolarni chiqarib turibmiz, prosmotr kam bo'ladi. Shu uchun bir yordam qilinglardan bir like bosib qo'yinglar, bo'lgani. Ko'p odam masalan plastikima oylik tushsa, pensiya tushsa, keyin tashiman deydi. Shu uchun videomizni saqlanib qilib qo'yinglar. Asa videoni boshlaymiz, ichanagiramizdan suhbatlarini olamiz. Shuningdek, chorvachilik nima bilan kun ko'radi ekanlar. Shu mashinaning otamiz deydi ekan bu. Gaz yo'q belada. Assalomu alaykum. Rahmat. Giraveraymi doğru köyüşte? Köyüşünü şurada içemiz yine. Atan çe kvadrat bir. Çe sotuk bir. Zay. 25 sotuk. Oy maşallah. 20 kette. Kette kan. Şöyle en. Estirvatı salıngan caylar. Assalamu aleyküm. Yaxshimisiz? Rahmat. Şu mikrofonu versen. Rahmatullah. Mikrofonu kıstırayım size. Yine. Yaxshimisiz? Xudoga shukr, alhamdulillah, yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Omon sog' keldingizmi? Rahmat. Alloh taolo ishlaringizga baraka bersin. Qilayotgan ihsonlaringizdan xalqimizni Alloh taolo xalqimizdan barchasidan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Maşallah. Sababchi bo'lganlardan Alloh rozi bo'lsin. Sababchi bo'lgan deydi, qilgan bilan barobar deydi. Maşallah. Alloh taolo kasb-koringizga o'zi baraka bersin. Halol rizqi qidirib ketgan, safarda yurganlar, yurtda yurganlar, Toshkentda yurganlar, chetda Yevropada yurganlar. Alloh taolo o'zi hifz himoyasida bo'lib, o'zining fazli bilan, taqvo bilan silab, yurtga eson-omon qaytib kelishini Alloh taolo o'zi nasib aylagan ilohim. Amin, amin. Parvardigor olam. Biz endi shu 2011-yilda shunday ahvolga tushib qolganmiz, bir tepadan tushib ketib, salkam 14 yildan oshib ketdi-da, 15 yilga qarab ketyapti, xudo xolasa. Bir xalqimizdan bir yordam so'rab, bir ko'mak so'rab murojaat qildik akamizga. Xalqimiz qarab turmasin, shu Karimboy Sabur akamiz kelgan ekanlar. Iltimos qildik. O'zimizdan mablag' kamroq. Ota-onamiz qari kishi, akalarimiz bor bir ikkita. Ular ham ishga uncha yaramaydi. Shunga bir xalqimizdan bir murojaat qilib, so'rab iltimos qilyapmiz-da. Safarda yurganlar, Alloh shifo so'rab duo qilinglar. Alloh taolo barchamizni o'zi mushkulimizni o'zi ansot qilsin.
Endi shu Turkiyaga dokumentlarni yuborgan edik. Yotib qolguncha atib qoldi edi-ku, shu Turkiyaga dokumentlarni yuborgan edik. Ular bilan gaplashdik. 1-2 marta operatsiya qilish kerak. Yana bir shu yerda fizik nimalarni olish kerak deyapti. Shunga Xudo xolasa bir xalqimiz bir yordam bersa, Alloh taolo hadis qudusiyda aytadi-da, ya ibn Adam infik alayk deydi-da. Ey odam bolasi infoq qil, men senga albatta infoq qilib qaytarib beraman deyapti-da. Alloh taolo va'dasiga xilof qilmaydi-da. Shunga endi sizlardan bir iltimos. Shu ota-onamiz qarib qoldi, biz ham shu yotib qoldik, 15 yil bo'ldi. Sizlardan bir iltimos xalqimiz, yordam bersanglar, ozgina qarab qolmanglar. Ertaga qilgan ehsonlaringizni albatta dunyoda Alloh taolo qaytaradi. Qolganini nasiya qilib qo'yadi. Ertaga qiyomatda hammasini beriladi inshaalloh. Biz Alloh taologa iymon keltirgan bandalarmiz. Infoq, ihsonni albatta javobi dunyoda va oxiratda beriladi-da. Shunga yordam beringlar. Bir 40 ming dollardan ziyodaroq pul aytyapti. Shu 2,5 oyda qolib qo'yasizlar shu yoqda deyapti. Shunga bir bizda unaqa pul yo'q. Ota-onamizni pensiyasiga yashayapmiz. Men ham gruppaga chiqarib qo'yganlar, birinchi gruppa 1 million beradi. Ota-onamiz 3-4 million oylik pensiya olamiz. Shunga kun ko'ryapmiz. Iloji bo'lmayapti-da. Shunga bir yurtdoshlardan, bir Alloh yo'lida infoq, ihson qiladiganlardan bir iltimos qilib bir iltimos qilyapmiz-da. Endi shunga bir yordam bersanglar. Xudo xolasa. Biz videoni boshidan duo qilib boshladik. Sizning duoyingiz ijobat, Xudo xolasa. Kasal odamning duosi ijobat-da. Shuncha xalqni musofirlarni duo qildingiz. Xudo xolasa sizning duoyingiz ijobat. Befarq bo'lmanglar. Hali Xudo xolasa 4 kunni o'zindan ham yig'ilib qoladi-da. 4 kundan ham katta tadbirkorlar bor. Inshaalloh. Xudo xolasa. 40 ming dollarda yana masalan, qani bir krupni tadbirkorlar bo'lsa, 1000 dollardan tashqari 40 odamda yig'ilib qoladi o narsa. Xudo 15 yildan beri yotibsiz. Turmaysiz. Yo'q, tura olmayman. 2 marta operatsiya, 1 marta shu Rossiyada yiqildim, u yoqdagilar yordam qilmay shu Toshkentga kelib operatsiya qildirdik. Undan ham natija bo'lmadi. Keyin dadam qari bo'lsa ham shu 2014-yilda Ukrainaga olib ketdi. Unda ham bir nima bo'lmadi-da, izmeneniya bo'lmadi. Keyin shundan keyin yotib qoldik. Mana nima o'sib boryapti-da. Siz 2011-yilda bo'ldingiz, ha? 2011-yilda bo'ldim. 2011-yilning iyul oylarida yana operatsiya bo'ldim. 14-yilda yana izmeneniya bo'lmagandan keyin yana Ukrainaga ketdik. Shu payti ham Ukraina notinch edi. Shunda ham bir ko'raylik deb ketdik. Shunda ham natija bo'lmadi. Endi Turkiyaga dokumentlarni yuborgandan keyin kelinglar, yordam beraylik. Lekin shu mablag' taraflama qiynalyapmiz. O'zi nima bo'ldi? Rossiyada necha yiqildingiz? Nimadan? Tepadan tushib ketdim. Tepadan ya bir narsa tushib ketdi-da ustimga. Ava? 19-etajda ishlab yurgan edik-da. Apalak urib yuborgan, tashqarida ishlab yurgan. 19-etajdan tushdingizmi? Yo'q, 3,5 metrdan tushdim-da. 3,5 metrdan. Qo'rg'a orqa tarafga pozonishlik ketdi. Pozonishlik tushganda. Hech yerimga hech narsa bo'lmagan, shu faqat ishlamay qoldi-da oyoq, qo'llar. Oyoq ishlamaymi? Qo'l ishlaydi, oyoq ishlamay qoldi-da, tartishib qoldi oyoqlarimiz. Oyoqlarni ko'rsataylikmi? Oyoqingizni ko'rsatasizmi? Oyoq ishlamaymi hozir? Yo'q, oyoq mana shunday holga tushib qoldi-da. Mana. Mana bu joyini sindirib olib, mana bu joyini ham operatsiya qildirdik. Oyoqlar shunday ahvolga tushib qoldi mana. Hozir sizni pozonishlikni operatsiya qilish kerak hozir, to'g'rimi? Orqa tarafni. Yo'q, endi oyoqni qilish kerak. Oyoqnimi? Oyoqqa turib bilasizmi? Yo'q, tura olmayman. Oyoq ibarmaydi-da, polda kalsa ibarmaydi-da. Uzatib bo'lmaymi hozir? Yo'q, tartishib turibdi. Faqat tushunib yotasiz. 15 yildan beri. 15 yildan beri shundayda. Allohim. Keyin shu Toshkentda operatsiya ettirgan yerimiz mana bu joy. Oldindan. Keyin aylanganda deb yana. Hozir oyoq sezming qolgandan o'jang. Yo'q, oyoqlar qimirlaydi. Bir umuman nolga tushib qolmaganda, lekin ishlamaydi-da. Davosi bor, Xudo xolasa. Xudo xolasa davosi bor inshaalloh. Allohim shifo bersin. Amin. Shu odamlar befarq bo'lmayin, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bir e'tibor olib, shuni 4 kunni o'zini blogerlari bo'lsa, Xorazmdan yo'l tutsa blogerlar iltimos qilar edik, yordam berishlaringizni.
Doğrusu özü siz ekeyiz atayız da böyle. Dedem Ekeyiz hein? ha, Dede ekeyiz. dede. Hazır ben oyunu gördüm. Ailevi şarayetleri önce ne oluyor? Orta hal. Orta. Bunun imkaniyatı yok. Daha en 40 bin Ha, dolar. 40 bin Namını da satıp dağılatmaka. Neçə fərzəndiyiz bu ata? 6'ta. 6 fərzənd Ha. maşallah. Mikrofonu verin atama. Burada 6 fərzəndiyiz bax. 6 ferzentim var, 4 oğlum, 2 kızım var. Hemmesi oba boğan, üylengen. Ve balam en son körpe balam üylenmegen. Şu 2011 yılda Moskva'da tepeden yıkılıp adam cahinin içine düşkende. İçine. Her yakın sırtka gitken de yok adam değildi. O da kaçıp verilen balasla. Şimdi hem şansım, nadejdem şu balağa etti. Şu bala bizleri karrığa baktı. Aldığımızdan çıkıp sıйpa bizleri bakıp yakar demedik. Allah Teala razı etmez bir şey tamam. Hiç kim yok. 2 mertebe operatsiya kaldırgan var Taşkent'te, 1 mertebe. O yaxşı olmadı. Ondan keyin Ukrayna'da ve Kiyev'de balımsağa bargan ben klinika patoloji isminde o mozga i poзвоночника degan balımsa var eken. Şu yerde 2 mertebe, 1 mertebe operatsiya kaldırdık. Omurtaga titanovi sperniye koyup verdiler de. Plastinka, implantant koyulgan. Ben nazarçenilerden bir görüp vereli. Doktorlar düşünədən olsa belki Özbekistan'da yok mu eken bunu davası? Özbekistan'da yok hein? Taşkent'te yaxşı olmadı balamda. Ondan keyin yapıp kettim ben. 4 yılda bir 2 bala varıp operatsiya kaldırıp yaxşı bolup kelgen eken de. Xuda xalasa doktorlar görürse bir məsləhət verərlədim o anda. Xuda xalasa 15 yıldan bana bir yerde yatıptılar. Yavva. Назначениелери Benim bana bir görsətib verəməm. Haber verin. MRT yavva. Her bir muhtemelen. Bana verin bana verin. Merhaba. Spindalini perulum. Ekrana tutamız da işe. Nam sidik oğlum. Adınız Nur Yağdağ, hein? Nur yağdı yavva. Siz 89 mu 91. yıl mı? 91. 91. yıl. Yavva. Hı. Nelerden? MRT'lerde MRT. Yumurtalara mı bu? Yavva MRT. Bulam MRT. Yaldıra da bu göründü meken. MRT. Bula var. Kakıra poзвоночник'ten ne şu poзвоночник? Mahalleden çık yardan bop tutmu mahalleye açtıysa mı? Şimdi ben Bir kollardan gençe bularam. Mahallede bir mertebe hazır prezidentin ne bilen parmağını bilen bir mertebe yardım ağam ben başka yardım görmegem ben. Karındaş toğallardan üzüp de net emellep bulmazmadır 15 yıl yığıp bulmadı mı? Argı ferzentleriniz neydi? İşliyimle? Argı ferzentleriniz işliyimle bir de mi Özbekistan'da mı? Yok Özbekistan'da o üyde. Ya Rusya'da mı olarak? Yok. Biri Türkmen'de yaşıyordu da. Ha. Türkmen'de yaşıyordu bir balam. Kalan 2 balam bir yerde, kızım bir yerde işliyorlar. Şu emellep bunu netip yığıp bulmadı mı diyeyim ben de 15 yıl Şimdi- devamında. Şu vakit şimdi normal yaşaşımız yaman olmadı. Hor olmadık da yine operatsiya olmagana keyin operatsiya işlep beremen degan adam bo'lgandan keyin biz ona iltimos qilmadik bolalardan da. Nelerni dori darmonlarni ukollarni o'zimiz rashyot nima hisobida pensiyaning hisobida mablag'ning hisobida o'zimiz günümüz ko'rdik. Hech kimga iltimos qilmadik. Xudo xolasa 4 kunlik tadbirkorlar göredan bo'lsa shu befarq bo'lmanglar iltimos. Bir nerede turibmiz biz hozir? 4 kun nerede bir? Atayurt degan Ofi mahallasida Atayurt degan. 4 kun tuman Atayurt mahallasi. Atayurt mahallasi. Nechanchi uy bir? Latin ko'chasi 2-uy. Latin ko'chasi 2-uy. Hava. Nauniyallara desa adamlar tushunadi. Taze desa ko'na maktab yog'i. Ko'na maktab yanlara desa tushunadi. Nao to'yxona? İlhamcan to'yxona. İlhamcan to'yxonasining yanında. İlhamcan to'yxonasi yanındamız ekan hozir. Hava. Shuning naq pul beraman deydi onlar bo'lsa, xudo xolasa Rahmat, befarq rahmat. bo'lmang. Rahmat. İltimos qilar edik. Rahmat. Blogerlar iltimos 4 kunlik blogerlar, ko'p bloger 4 kundan. Shu videomizni tarqatib beringlar, istoriyalaringizga qo'yib beringlar. Shuning majburlikdan chiqib necha yashingizda ata? Ben 75 yaşındayım. 75 yaşında yine. Hech kim balam demasin.
Rahmat. Sağ olun. Hech kim balam demesin. Dim Rahmat. yamandan balam dese. Takdir. Çetem bunda. Mecbur yok. Befarq bo'lmanglar. Yurtdoshlar, unda sizlardan bir iltimos, bizlarga bir yordam berib beringlar-da. Ertaga yordam qilganlardan, duo qilganlardan Alloh rozi bo'lib, ertaga hech narsa foydasi tegmaydigan kunda Alloh taolo sizlarga shu ketgan ehsonlaringizni sizlarga boshinglarga soyabon qilib, o'zingizning soyasida, hech qanday soya yo'q kunda o'zini soyasiga olishni istayman sizlarni. Dunyo bu vaqtincha narsada, bu kimdir oz yashaydi, kimdir ko'p yashaydi. Alloh taolo qo'ldan kelguncha yaxshilik qilinglar, qodir bo'lgancha deydi. Har kim cho'ntagiga qarab, qodir bo'lgancha men sizlardan ko'proq yordam qilinglar demayapman. Har kim qo'lidan kelguncha info ehson qilsin. Bizlar ham bir yurib ketaylik. Alloh hech kimga dard bermasin ilohim. Dardli kishilarga Alloh o'zi shifo berib, sog'ayib, safarda yurganlarni Alloh taolo uylariga sog'omon kelishini Alloh taolo o'zi nasib aylar ilohim. Plastik kartangizni bersangiz, men bir aytib o'tsam, qani plastikingizni bering menga. Keyin obunachilar sizlar ham aytib qo'ying. Karimbay Saburovman deb shunday deb pul yig'ib yurganlar bor ekan. Men rasmimni qo'yib, shunday odamlar sizlarga murojaat qilsa, hech qasina parol bermanglar, plastik bermanglar, cheson tushganini otshot bermanglar. Shuning mashinniklar bor ekan, meni rasmimni qo'yib, men Karimbay Saburovman, cheson pul tushibdi sizga deb turib, kasal chiqarib yurgan odamlarimizdan pulini yechib olishga urinishib o'tirdi ekanda. Hech kimga parol bermang. Qani bering plastikingizni. O'zim plastikka bergan bo'lmaydi. O'zingiznikini ham bering, bolangiznikini ham bering. SMS ulangan ahang? Biri bo'lmaymi, bir. Ikkini qo'ygani yaxshiroq. Bu meniki. Bu siznikimi? SMS ulangan nomerni ham aytishingiz kerak. Qarang, Xalqbank 9860 0824 6580 1403. Shu yerdan plastik olib Qaysi nomer ulangan sizning plastikingiz? Şu 94lik ayting. 94 590 590 26 Jumadurdi Saparov, qaranglar. Beni beklamasak. Jumadurdi Safarov. Shunga ulangan, aytgan nomerda. Kim bu o'zingizniki bang? Muhammedov Nuriyag'di. Muhammedov Nuriyag'di. Qarang, Bom Xalqbank ekan. 9860 0824 65 66 71 92. Nuriyag'di Muhammedov. Qaysi nomer ulangan sizniki? O'zi 90lik. 90lik. 660 660 50 91. 50 91. Ekranga yozib chiqaramiz. Xudo xolasa befarq bo'lmanglar. Shuning agar Karimbayman deb yozsangiz, hech kimga ishonmang, parol bermanglar. Xalqam befarq bo'lmang, yordam beradilar. Inshaalloh nasib bo'lsa. Xudo xolasa blogerlar iltimos qilamiz, tarqatib beringlar. Shuning videolarimiz prosmotr ko'p olish uchun sizlardan iltimos, obunachilar bir like bosib bersangiz bo'ldi. Ko'p odam masalan pulim yo'q mana desangiz, bir like, bir duo qilib beringlar kommentariyada. Xudo xolasa shuni o'zim prosmotr ko'p bo'lishidan yordam bo'lgan bo'laradi. O'zlaringizni hissalaringizni qo'shinglar. Esa sog'ayib keting. Amin. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketib oyoqda turganingizda bir syomka qilamiz. Nasib bo'lsa inshaalloh Alloh taolo shuncha yo'l bosib, Urganch degan joydan bosib, Alloh taolo bosib kelgan qadamlaringizga ajr, mukofot, xayr, baraka bersin. Shu ishlarni qilyapsiz. Alloh taolo sizni qiyomat kunida o'zini suyukli bandalarini qatorida qo'ysin. Alloh taolo zurriyatlaringizga baraka bersin ilohim. Amin. Shu ihson qilayotgan birodarlardan Alloh rozi bo'lsin. Xayr, barakani nerda bo'lsa ham o'zi Allohning hifzi himoyasida bo'lsin. Bir yordam etinglar yurtdoshlar, xudo xolasa biz ham bir yurib ketsak, xudo xolasa Karimbay akamizni chaqirib bir yana yurib ketdik mana deb. Xudo xolasa to'ylaringizga Xudo xolasa to'ylarga chaqirib inshaalloh nasib bo'lsa. Xudo xolasa sababchi bo'ling, xudo xolasa yordam beringlar, befarq bo'lmanglar, iltimos qilamiz sizlardan. Shu bola yurib ketsin. Nasib bo'lsa inshaalloh. Sog' bo'ling. Rahmat Karimbay. Sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Barchamizdan. Amin.